JavaScriptda berilgan ushbu dastur kodining natijasini toping. Quyidagi bizga ro'yxat massiv berilgan. Let bo'yicha o'zgarishlarni e'lon qilishdagi kalit so'z va uchta elementi bor massivda 0-chi indeksda 3 turibdi, birinchi indeksda 5, ikkinchi indeksda 7 turibdi. Jami uzunligi 3 ga teng. Va bu yerda a nuqta, demak, mana bu push a0 degani, ya'ni bizda a massivga, ya'ni 0-chi indeksini qo'shish davomidan degani. Ya'ni davomidan qo'shishni bildiradi. Mana bu push demak funksiyasi davomidan qo'shish. Nimani qo'shish? Davomidan a 0-chi indeksdagi o'sha mana bu uchni qo'shish. Ya'ni mana shu yerda massiv o'zgaradi bizda. Ya'ni a massiv o'zgaradi. 3, 5, 7 yana 3 keladi. Ya'ni mana bu a0 ga mana 0-chi indeksga 3 turibdi. Shuni davomidan qo'sh deyapti. Ya'ni 3 ni qo'shadi. Keyingisi a pop. Demak, bu popni vazifasi o'chirish. Ya'ni massivni oxirgi elementini o'chirish. Hozir oxiriga mana 3 qo'shilganda, endi bu pop funksiyasi shu oxirgi elementni o'chiradi. Ya'ni natijada o'sha dastlabki ko'rinishni o'zi qoladi. Ya'ni mana bu o'chadi va yana o'sha dastlabki massivni o'zi qoladi. Endi A1. Hozir birinchi indeksda mana bizda endi 5 turibdi mana birinchi indeksda. Birinchi indeksni 2 ga ko'paytir deyapti. Ya'ni A1 o'zlashtiradi. Ya'ni buni o'rniga o'zlashtiradi. 5 karra 2 ni. 5 karra 2. Ya'ni bizda bo'ladi bu 10 bo'ladi. Va massiv quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni 3 0-chi indeksda turibdi. 10 bizda birinchi indeksda turibdi. 7 ikkinchi indeksda turibdi. 0, 1, 2. Mana shunday ko'rinishga keldi massiv. Va bu yerda s boshlang'ich qiymat 0 ga teng. For i teng 0 dan boshlaydi va a ni uzunligi. A ni uzunligi mana 3 ga teng. 3 ta elementi bor. 3, 10, 7. Demak, bu yerda 3 keladi. Mana buni joyiga a massivni uzunligi 3 keladi. Ya'ni shartni tekshiradi birinchi. 0 kelganda 3 kattami 0 dan? Ha. Plus i plus plus qo'shib bo'lmaydi. Birinchi takrorlash tanasi bajarilib, keyin qo'shib bo'ladi. Endi dastlab bu yerda mana i ni joyiga hozir birinchi marta takrorlanishda i ni joyiga 0 kelyapti. Mana bu 0 kelyapti. Shart bajarildi, o'tdi va shartga keladi. Demak, a0 ni 2 ga bo'lganda qoldiq aynan 0 ga tengmi? A0 3 ga teng. 3 keladi bu yerga. 3 ni 2 ga bo'lganda aynan qoldiq 0 ga tengmi? Yo'q. Agar 0 ga teng bo'lsa, s qo'shib oladi i ni, aks holda ayriladi. Ya'ni hozir shart yolg'on, aks holda s teng s minus a i. Ya'ni i ni joyiga bizga 0 kelyapti. S ni dastlabki qiymati 0, a0 imiz 3 ga teng. Minus 3. Hozircha s bizda minus 3 ni o'zlashtirdi. Endi ikkinchi takrorlanishda mana bu yerda endi bitta qo'shib bo'ladi. Ya'ni bizda i plus plus for mana bu yerda bitta qo'shib bo'ladi. I teng i plus 1. Ya'ni 0 edi. 0 ga 1 ni qo'shib oladi, 1 bo'ladi. Va endi mana shu 1 keladi mana bu yerga. Shartga 1 keladi. 3 kattami 1 dan? Ha. Demak, ikkinchi takrorlanish ham ishlaydi. Va i ni joyiga, hamma joyiga endi 1 qo'yib ko'ramiz. i1 ni 2 ga bo'lganda qoldi 0 ga teng. Birinchi indeksda 10 turibdi. 5 emas, 10 turibdi. 10 ni 2 ga bo'lganda qoldi 0 ga tengmi? Ha, teng. Ha bo'lsa, ana endi aytayaptiki bizga s ni oxirgi qiymatiga qo'shib ol a i ni. S ni oxirgi qiymati bizda hozircha -3. Demak, -3 ga qo'shib ol a i. A i degani bizga a1. A1 degani bizga +10. 7 bo'ladi. Va i yana bittaga forni ichidagi i bittaga o'xshadi. 1 edi. 1 ga 1 ni qo'shamiz, 2 bo'ladi. Va 3-chi marta takrorlanishda endi i ni joyiga 2 ni qo'yamiz. A2 ni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ga tengmi? A2 miz bizda mana bu yerda mana massivda qaraydigan bo'lsak 7. 7 ni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ga tengmi? Yo'q. Yana s minus ai ishlaydi. Demak, s ni qiymati 7 edi. Mana oxirgi qiymat bizda. 7 dan ayiramiz ai ni, ya'ni a2 ni degani. A2 degani mana bizda massivda 7 turibdi. Demak, 7 ayrilgan 7 teng 0. Va i bitta qo'shib oladi. Bizda 2 edi mana. i'miz oxirgi qiymat dastlab oxirgisi 2 edi. Mana shu oxirgisiga bitta qo'shib oladigan bo'lsak 3 bo'ladi va 3 keladi mana bu yerga forga. 3 3 dan kattami? Yolg'on. Shu bilan takrorlanish tanasi tugaydi. S ni chiqar deyapti. S ni oxirgi qiymati bizda mana shu 0 ekranga chop etiladi.
Demak, javob nolga teng.